bugungi kunda fuqarolar nogironlik belgilash masalasida yagona interaktiv davlat portallari xizmatiga, tumanlardagi inson ijtimoiy xizmatlar markaziga, o'zini yashash joyida mahalladagi ijtimoiy xodimlarga yoki yashash joyidagi oilaviy shifokorlarga to'g'ridan to'g'ri murojaat qilish huquqi paydo bo'ldi. Avvallari bu masala bo'yicha tuman ko'p tarmoqli markaziy poliklinikadagi VKKlarga murojaat qilar edi. Mana shu VKKlar orqali TMEKka yo'llanardi. Kelgusida fuqarolarni oilaviy shifokorlar har bir kasallikning holatidan kelib chiqib, standartlar asosida belgilangan kunlarga asosan TMEKka yo'llashi mumkin bo'ladi. Avvallari 48 ta kasallik holatida fuqarolarni zudlik bilan TMEKka yo'llash lozim bo'lgan bo'lsa, bugun endilikda 541 kasallik holatida fuqarolarni qo'shimcha tekshiruvlarsiz davolanmasdan to'g'ridan to'g'ri TMEKka zudlik bilan yo'llash imkoniyati paydo bo'ldi. Qolgan holatlarda kasallikning holatiga qarab 30 kun, 60 kun, 90 kun yoki lozim bo'lsa 120 kun uzluksiz yoki 180 kun uzlukli davolanishlarning oqibatida TMEKka yo'llash mumkin bo'ladi. Oilaviy shifokorlar tomonidan fuqarolarning tibbiy hujjatlarini elektron tarzda TMEKka yo'llagandan keyin TMEK kechi bilan 3 kun ichida hujjatlarni o'rganib chiqib, hamma hujjatlar to'g'ri bo'lsa qabul qilib oladi. Agar hujjatda sifatsiz yoki xato kamchiliklar bo'lsa, ularni rad qilishi mumkin bo'ladi. 48 ta holatda bugungi kunda kasallik holatlarida fuqarolarni ko'rmasdan, TMEKka chaqirmasdan ularga xulosa qilar edi. Endilikda 60 ta kasallik holatlarida hujjatlari taqdim etilgan fuqarolar TMEKka chaqirilmasdan, ularni ko'rikdan o'tkazmasdan sirtdan avtomatik ravishda xulosa berish imkoniyati paydo bo'lyapti. Bu dasturni joriy qilishda sabab birinchi o'rinda bu yerda adolatli tizim bo'ladi, ikkinchi o'rinda inson omili keskin kamayadi. Fuqarolarga nogironlik belgilash, tibbiy reabilitatsiyaga tavsiya berish, o'zgalar parvarishiga yoki reabilitatsiya texnik vositasi, protez, ortoped mahsulotlariga xulosa berish avtomatik ravishda dastur tomonidan amalga oshiriladi. Bundan tashqari bu tizimni yo'lga qo'yish korrupsiyani keskin kamaytiradi. Bundan tashqari fuqarolarni TMEKka murojaat qilishda bugungi kundagi mavjud to'siqlarni bartaraf etadi. Tibbiy ijtimoiy ekspertiza tizimidagi ekspertiza sifatini yaxshilaydi.